13-asr o'rtalariga kelib mo'g'ullar deyarli butun Osiyoni egallagandi. Xorazmshohlar, Saljuqiylar, Abbosiylar xalifaligi butunlay tugatilgan edi. Islom olamining yuragi bo'lgan Makka va Madina shahri xavf ostida qolgandi. Lekin tarix sahnasiga mo'g'ullarga eng og'ir zarbalar bergan Jaloliddin Manguberdining jiyani Sayfiddin Qutuz chiqdi. 1260-yil. Mo'g'ul sarkardasi Kitbuqa mamluklarga oxirgi zarbani berish va islom olamini butunlay tugatish uchun Falastindagi Jalut vodiysi tomon kelardi. Sayfiddin Qutuzning bosh lashkarboshchisi Amir Beybars mo'g'ullarga harbiy hiyla ishlatib, soxta chekinish strategiyasidan foydalandi. Qanotlariga yashirilgan Sayfiddin Qutuzning askarlari Kitbuqani qurshab oldi va mo'g'ullarni birin-ketin qirishni boshlashdi. Shundan so'ng avvalo Allohning inoyati va Sayfiddin Qutuz orqali islom olami saqlab qolindi.